Har qanday bu kelsa, bolaning taqdiri deb. Pastda soatlar bor. O'quvchilar uchun juda ham zo'r ekan sotuv post formulasi. Daftarda menimcha Instagramda noldan boshlab o'zini shaxsiy brendini rivojlantirish, undan tashqari Telegram bo'yicha ham darslik bor ekan. Bu yerda yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Bu daftar asosida, mana shu daftarni olgan odam tushunmasligi mumkin. Nima bu, qanaqa qilaman? O'shaning uchun alohida darslik bor ekan. Video darslikni ko'rib, bemalol bu daftarchadan foydalansa bo'lar ekan. Faridani o'zlarini o'quvchilariga berar ekan darslikni. Alohida ham sotuv qilinadigan bu daftarcha. Zo'r, menga yoqdi.